Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Turkiyani TRT agentligining axborotiga ko'ra, Eron o'zini boyitilgan uran zaxirasi evaziga Trampdan Hormuz bo'g'ozi nazoratini talab qilmoqda. Bunda Qo'shma Shtatlar bo'g'oz qamalini to'xtatib, hududdan o'z flotini olib ketadi va tabiiyki, keyin bo'g'oz nazorati to'liq Eronda qoladi. TRTga ko'ra, Tehron Hormuz bo'g'ozi orqali tranzit hisob-kitoblarini milliy valyutaga o'tkazishni taklif qilmoqda va yillik 15 milliard dollargacha daromad olishni rejalashtirmoqda. Biroq Eron parlamentida bu borada kelishmovchiliklar mavjud. Nashr ma'lumotiga ko'ra, Eron hukumati Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratni kuchaytirish tashabbusini ilgari surmoqda. Bu tashabbus realni mustahkamlash va mintaqaviy moliyaviy mexanizmlarni yaratish bilan bog'lanmoqda. Eron atrofidagi vaziyat keskinlashgani va dengiz qatnovida uzilishlar kuzatilayotgani fonida tranzitdan kelishi mumkin bo'lgan daromadlar masalasi birinchi o'ringa chiqmoqda. Tashabbusga ko'ra, Hormuz bo'g'ozi orqali dengiz tranziti uchun hisob-kitoblar Eron milliy valyutasi, ya'ni realda amalga oshiriladi. Mutaxassislarning fikricha, bu Eron valyutasini mintaqaviy savdodagi o'rnini kuchaytiradi va tashqi moliyaviy tizimlarga qaramlikni kamaytiradi. Eron parlamenti prezidiumi a'zosi Ahmad Naderiyning ta'kidlashicha, bu strategik jihatdan muhim bo'lgan bo'g'ozda mamlakatning suveren huquqlarini rasmiylashtirishni ham o'z ichiga oladi. Uni aytishicha, kemalar harakatini tartibga solishi va kuzatishdan tushadigan daromad yiliga 10-15 milliard dollarni tashkil etishi mumkin. Shu bilan birga deputat yuqori baholarga nisbatan ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan. Uni fikricha, ayrim ochiq manbalarda keltirilayotgan kattaroq raqamlar emotsional xarakterga ega bo'lib, mamlakatga iqtisodiy bosimni kuchaytirish ham mumkin. Tashabbus muhokamasi Hormuz bo'g'ozi atrofidagi vaziyat keskin yomonlashgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xabaringiz bor, fevral oyi oxirida Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroil ishtirokidagi harbiy qarama-qarshilik boshlanganidan so'ng mintaqada dengiz qatnovi jiddiy bosim ostida qoldi. Bundan tashqari, Washington va Tehron o'rtasidagi muzokaralar barbod bo'lganidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan dengiz blokadasi e'lon qilinishi vaziyatni yanada taranglashtirdi. Hormuz bo'g'ozi jahon energetikasi uchun asosiy arteriyalardan biri bo'lib qolmoqda. U orqali har kuni dunyo neft ta'minotini qariyb 5dan 1 qismi o'tadi. Mintaqadagi xavf-xatarni oshishi allaqachon xom ashyo narxlarini ko'tarilishiga, shuningdek, yuk tashish va sug'urta xarajatlarini qimmatlashishiga olib keldi. TRT agentligining yakuniy xulosasiga ko'ra, agar Tramp bo'g'ozdan qo'lini olsa, to'g'rirog'i Hormuz bo'g'ozini blokadasini to'xtatib, bu hududni o'z flotidan tozalasa, Tehron o'zini uran zaxirasini Qo'shma Shtatlarga topshirishi mumkin. Aksincha bo'lsa, harbiy to'qnashuv muqarrar. Endi dollarni o'z mavqeini hali uzoq vaqtgacha saqlab qolishi bilan bog'liq axborotga yuzlanamiz. E'tiborli bo'ling. Deutsche Bank tahlilchilari Eron atrofidagi urush va nefti yuan o'sishi ehtimoli fonida dollarni tizimli zaiflashishini prognoz qilmoqda. Agar davlatlar neft uchun hisob-kitoblarni yuanda amalga oshira boshlasa, an'anaviy nefti dollar o'z ahamiyatini yo'qotishi mumkin. Dollar haqiqatdan ham 2025-yilda zaif davrni boshdan kechirdi. Dollar indeksi 2026-yil boshida qisqa muddatli mustahkamlanish kuzatilganiga qaramay, qariyb 10% ga tushib ketdi. Deutsche Bank tahlilchilarining ta'kidlashicha, dollar hukmronligi zaiflashishi mumkin, ammo hozircha uni to'liq almashtira oladigan muqobil valyuta jahonda mavjud emas. Buning ustiga dedollarizatsiya jarayoni sekin kechmoqda. Global yuanga o'tish esa uzoq vaqt talab qiladi. Endi Britaniyani o'z pensionerlari pullarini Ukrainaga berish uchun qabul qilgan qarori haqida to'liq axborot beramiz. Diqqat bilan eshiting.
Guardian agentligining xabar berishicha, Buyuk Britaniyada hukmron partiya hukumatni ustuvor loyihalariga sarmoya kiritishni, pensiya jamg'armalariga majburiy qiladigan qonunni qo'llab-quvvatlab ovoz berdi. Ushbu qonunga ko'ra, pensiya jamg'armalari mablag'lari belgilangan davlat loyihalariga yo'naltirilishi kerak bo'ladi. Ayrim tanqidchilar esa buni pensiya jamg'armalari ustidan nazorat o'rnatish sifatida baholab, mablag'lar Ukrainaga yordam dasturlariga yo'naltirilishi mumkinligini aytmoqda. Bu degani London pensionerlarni jamg'armalaridagi pullaridan Ukrainaga homiylik qilishda foydalanadi degan gapdir. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.